Yangi yil butun dunyoda keng nishonlanadigan bayram bo'lib, u yangi kalendar yilning boshlanishini anglatadi. Bu bayram odatda 1-yanvar kuni nishonlanadi. Yangi yil nishonlanishi esa insonlarga quvonch, yangilanish va ezgu niyatlar olib keladi. Bu bayramda insonlar o'tgan yilni sarhisob qilib, yangi yil uchun maqsad va rejalar tuzadilar. Oila davrasida dasturxon yozilib, bir-biriga ezgu tilaklar bildirishadi. Yangi yil tinchlik, totuvlik va baxt ramzi sifatida har bir xonadonga umid va shodlik olib kiradi. Yangi yil insonlarga yangilanish, yangi rejalar va umid bag'ishlaydi. Bayram arafasida uylar bezatilib, archa o'rnatiladi va dasturxon yozilib, oila a'zolar bir joyga jamlanadi. Odamlar bir-biriga ezgu tilaklar bildirib, yangi yilni quvonch va shodlik bilan qarshi oladilar. Archa yangi yil bayramining eng asosiy ramzlaridan biri hisoblanadi. Qadimdan archa doimiy yashilligi bilan hayot, umid va barqarorlik timsoli sifatida qadrlangan. Yangi yil arafasida archani bezash oila a'zolarini birlashtiradi. Bayramona kayfiyat ulashadi. Yorug' chiroqlar, rang-barang o'yinchoqlar va yulduzchalar archani yanada chiroyli qilib, bayram ruhini his etishga yordam beradi. Odatda u archa yoki qarag'ay daraxti bo'lib, uylar, maydonlar va jamoat joylarida bezatiladi. Archa bezash an'anasi Yevropada, ayniqsa Germaniya hududida paydo bo'lgan. Keyinchalik bu urf-odat boshqa mamlakatlarga ham tarqalib, Yangi yil bayrami bilan bog'lanib ketgan. Archaning ma'nosi yashil rang, hayot va umid ramzidir. Yorug'liklar quvonch va yangi boshlanishni ifodalaydi. O'yinchoqlar farovonlik, omad va bayram kayfiyatini anglatadi. Tabiiy archa haqiqiy daraxt, xushbo'y hidga ega. Yashil archa hayot, umid va yangilanishni anglatadi. Sun'iy archadan qayta foydalanishimiz mumkin. Archa atrofida bolalar quvonch bilan qo'shiq aytib, raqsga tushadilar. Sovg'alarni intiqlik bilan kutadilar. Archa tepasiga qo'yilgan yulduz esa baxt va yorug' kelajak ramzidir. Yangi yil archasi oila a'zolarini birlashtirib, bayramona kayfiyat ulashadi.